Ganim qarasam uyda o'chib qolgan. Shunga yana qaytadan bo'lsa, mana firmani yarmini ham qilib bo'ldik. Mer aytishi bo'yicha do'stlar, bugun do'stlar biz omborxona quramiz menimcha. Chunkicha aytgandi. Omborxona qurasan deb. Do'stlar, shunga omborxona quramiz. Qani bo'lmasa mana bularni tezroq ekamiz. Yana nima qoldi do'stlar, mana. Endi faqat kartoshka ek dedi do'stlar menga mer. Kartoshkadan faqat foyda bo'lyapti ekan. Shuning uchun faqat kartoshka va sabzi ekamiz. Iltimos do'stlar, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Uji bizlar 5 ta obunachidan oshdik do'stlar. Endi tezroq 10 ta bo'laylik. Qani bo'lmasam go do'stlar. Do'stlar, kim necha yoshdaligini va nechanchi sinf ekanini yozib ketsin do'stlar. Bu menga qiziq. Bularni menga olib borib beramiz. 7 ta kartoshka juda oz. Mer so'ylasalar kerak. Hozir mana meni yoniga boramiz. Assalomu alaykum mer. Va alaykum assalom. Do'stlar, mana sizga mana bularni olib keldim. Do'stlar, nima bo'lyapti? Juda bugun Minecraft juda qotyapti. Bugun menimcha men omborxona qursam kerak. Ha, omborxona qurasan. Bo'ldi, mana omborxona qurishga. Men bularni qayerga quray? Sen bularni nima edi? Qayerga qurasan? Sen bularni boyagi nima edi? Qurol sotadigan do'konning orqasiga qurasan. Xo'p, bo'ldi. Do'stlar, mahsulotlarni keyin olib ketamiz. Hozir mana bloklarni olib olsak, uyimdan instrumentlarni olamiz do'stlar. Uning uchun do'stlar uyga boramiz va instrumentlarni olamiz. Mana tosh va kirkani olamiz bizlar. Boshqa narsa kerakmaydi. Adashmasam bir ham yo'q. Bizlar zinali qilib quramiz bunaqa. Mana bular jitillar o'sha sabzilar nima qilyapti do'stlar? Bularni meriga olib bormaylik. Ozgina olib qoldim. 60 ta. Do'stlar, bu yerdan cho'tki foyda qilsa bo'ladi. Mana jitillarda ham ko'p ekan-ku. Bularni do'stlar sotamiz. Adashmasam mana bu birat olsa kerak. Do'stlar, mana firmalarimiz o'syapti ekan-ku. Menimcha men shunga aytgan bo'lsa, mana bu yerga quramiz do'stlar, chunki bu yoqda joy yo'q. Mana bu svetlar kechasi yonadi, bilmasangiz. Do'stlar, mana bizlarning qishloqqa mana bu yerga mana shaxtachi bitta odam kelgan do'stlar, u shaxta qazadi. Adashmasam. Juda katta kerak emas do'stlar. O'zi ozginagina mayda boya qo'yishlar shalkerlarning o'zi ozgina edi. Adashmasam 4 tadan 3 ta edi. 1, 2 ta, 3, 4, 5 ga 4 qilamiz. Mayli, 5 ga 4 qilamiz. 4 mana bunaqa qilamiz do'stlar. Men do'stlar chiroyli bo'lish uchun mana bunaqa qilib quramiz do'stlar. Mana bu yerga tortaylar-da. Mana buni olaylik-da. Buni bu yoqqa qo'yamiz, taglariga ham. Mana bunaqa qo'ysak. Do'stlar, baribir belkurakni olib kelar ekanman. Do'stlar, juda ham mana bu g'ishtlari sifatli ekan. Menimcha bu do'kondan olgan bo'lsa kerak-da do'stlar, chunki bizlar qishloqda juda sifatli narsalar sotishadi. Hop, do'stlar, mana parkurist. Parkur deydi-ku. Do'stlar, hop, bunaqa qilishimiz ham mumkin. Просто juda katta bo'lib ketibdi-ku. Bitta olamiz. Bitta ortiqcha. Do'stlar, iltimos kanalga obuna bo'lib qo'yinglar va kim nechanchi sinf va necha yoshligini yozib ketinglar do'stlar. Do'stlar, davay bitta konkurs o'tkazamiz. Kimni komment ko'p like qilsa do'stlar, o'shani kanalni tekinga reklama qilib beraman yoki o'shaga nima edi, podpiska tashlayman. Agar uni kanali bo'lsa, unga men podpiska tashlayman do'stlar. Shuning uchun davay har xil gaplar yozib tashinglar, faqat
nima edi, uyasiz gaplar yozmanglar va negativ qilmanglar do'stlar. Chunki yomon narsa u narsa. Shuning uchun unaqa narsa qilmanglar. Iloji bo'lsa yaxshi so'zlardan yozinglar. Kimning kommenti ko'proq like yig'sa, agar menga ham o'sha komment yoqsa, men ham unga like bosishim mumkin. Shuning uchun tezroq pastga tushib hozirroq komment yozib qoldiring. Agar siz g'olib bo'lsangiz, balkim kanalingiz rivojlanib ketar. To'g'ri, menda kam obunachi bo'lishi mumkin do'stlar. Uje 6 ta bo'ldik. Kecha qaraganimda 2 ta edi. Bugun qarasam 6 ta bo'libdi. Ertaga balkim 10 ta bo'lar. So'nggi kun 15 ta do'stlar. Nimasi kam bo'ladi? Kuniga 5 ta 4 ta qo'shilsa yomon emas-ku. Iltimos do'stlar, kanalga tushib obuna bo'lib qo'yinglar, do'stlar, qiyin emas-ku. Ya do'stlar, bu yerga nimalar ham kerak ekan. Nima deydi? Chiroqlar kerak ekan do'stlar. Mana bu yerdan adashmasam ochsak, mana bu yerga bir qator qo'ysak, bu yerga bir qator qo'ysak, mana bu baribir mana bu ikkitasi ortib qoladi. Shuning uchun bu yerga mana bularni bekor ketirmasdan hech bo'lmasa yorug'lik tushib turadi. Shunaqa qilib qo'ysak, mana omborxonamiz ham tayyor. Qolgan narsalarni esa biz merga olib borib beramiz. Mana bizning qishloqda yangi do'kon ham ochildi. Bu adashmasam mana bu shaxtorga tegishli narsalarni sotadi. Siz agar u videoni ko'rmoqchi bo'lsanglar, meni kanalimda bor. Buni o'tib ko'rsanglar bo'ladi. Janob men mana bularni qurib bo'ldim. Ha, mayli. Tak do'stlar, mana bularni bu yerga olamiz, qo'yamiz. Tak, mana eshik qolib ketibdi. Tak, bularni tashlaymiz do'stlar. Baribir bular hozir olib olamiz mana. Tak bo'ldi do'stlar. Hozirroq bularni nima qilamizlar? Do'konni ko'rishga boramiz. Adashmasam blok do'kon ham ochilgan deb eshitdim do'stlar. Kecha ochilgan menimcha u. Ha, kecha ochilgan. Tak, mana bunaqasiga 4 tadan qo'yib chiqamiz. 4 ta va yana 4 ta. Buni olamizda bu yerga. Do'stlar, bularning ichida hozir nima bor? Mana yashil narsalarda kartoshka ekan, sariqda bug'doy, mana buncha sabzi bo'lsa kerak-da. Bunda sabzi bor ekan. Mana bu sabzilarni menga olayda 2 stak olaman bugun. Do'stlar, bugun juda ko'p olamiz menimcha. Nima deydi? Do'stlar, iltimos kanalga obuna bo'ling. Men sizga yana sabzilar olib kelgandim. Mana. Buncha sabzini siz qayerdan topding? Mayli, senga bugun 3 stak izmirot beraman. Rahmat. Mana 3 stak do'stlar. Ertaga menimcha ko'proq narsalar kelishi mumkin. Tak bo'ldi. Ha, kichkintoy, nima? Tak do'stlar, endi uyga borib o'zi mana kech tushyapti. Mana ko'rsam desa, o'zi kech tushgandan mana bular avtomatik yonadi. Chunki buni shunaqa qilib ustalar yozishgan. Hozir esa ertalab videoni yoqib yuboraman. Hammaga xayr. Hammaga xayrli tong do'stlar. Mana bugun va'da berganimdek qilib do'stlar, do'konlarni tekshirishga boramiz. Tak, hozir mana bularni qo'yib olaydi. Tak, do'konlarni masalan mana bu do'konlarni hozir sizlarga obzor qilib beraman. Agar ko'rmagan bo'lsanglar do'stlar, mana bizning qishloqda bu yerda ham ikkitalik ferma bor. Do'stlar, mana do'kon. Assalomu alaykum brат. Va alaykum assalom. Do'stlar, mana bu yerda mana bloklar. Bular ishlatilgan ekan. Ha, boyagi odam ishlatgan bo'lsa kerak-da. Tak do'stlar, endi yuringlarda mana bu do'konni ko'ramiz. Mana bu yerda ham uylar qurilishi mumkin. Menimcha bizning qishloqqa hali ko'p blogerlar kelishi mumkin do'stlar. Shuning uchun assalomu alaykum brot. Va alaykum assalom. Tak do'stlar, mana bu yerda shaxtorga buni men tush. Oh my god, no fortune unbreaking. Mending effectiveness do'stlar, ko'ryapsizlarmi? Ko'mir bitta izmirut ekan. Temir esa 2 ta izmirut ekan. Oltin esa 5 ta. Bu esa 10 ta ekan olmos. Menimda 2 ta olmos bor. Bu menimcha brat. Menga juda do'stlar, uje pul juda ham ko'payib ketyapti do'stlar. Buni sarflash kerak.
sarflash uchun esa do'stlar qolganini keyingi video ko'rasizlar. Bizlar qishloqqa mana bu joyga kattakon o'zlarimizga nima sotadigan do'kon nima quramiz. Buni kommentariyada yozib ketinglar do'stlar. Sizlar aytgan narsani aniq quraman. Agar u masalan sizlar do'kon deydilar, to'g'rimi? O'sha do'konni qancha ko'p like yig'sa, o'sha narsani quramiz. Hammaga xayr.